Assalomu alaykum yurtdoshlar. O'zbekiston Milliy axborot agentligining Xalqaro Sharq dasturini tomosha qilyapsiz. Ma'lumki, yaqinda davlatimiz rahbari BMT Bosh Assambleyasi yubiley 80-sessiyasida nutq so'zladi va mazkur nutqda global masalalar qatori Afg'oniston mavzusi ham alohida tilga olindi. Mintaqaviy xavfsizlik va barqaror rivojlanish jarayonida Afg'oniston omili mavzusida suhbatlashish uchun bugun studiyamizga Istiqbolli Xalqaro tadqiqotlar institutining Afg'oniston va Janubiy Osiyoni o'rganish markazi rahbari Hamza Boltayevni taklif etdik. Hamza aka, avvalo studiyamizga xush kelibsiz. Endi bevosita savollarimizga yuzlanadigan bo'lsak, O'zbekiston prezidenti Afg'oniston xalqaro maydonda yakkalanib qolmasligi va Afg'on diyori tinch, barqaror va farovon terrorizm, urush va narkotik moddalardan xoli mamlakatga aylantirish uchun muntazam ravishda xalqaro maydonlarda yuqori tashabbuslarni ilgari surib keladi. Xususan mana mamlakatimiz yetakchisi o'sha BMTning yubiley 80-sessiyasida ham Afg'oniston masalasini alohida tilga olib o'tdi. Siz aytingchi, Afg'onistonni barqarorlashtirish bo'yicha O'zbekistonning tashabbuslarini qanday baholaysiz? Avvalambor, Afg'oniston bu Markaziy Osiyo mamlakatlari nafaqat, balki O'zbekiston uchun juda ham muhim bo'lgan qo'shni davlat hisoblanadi. Va shu nuqtai nazardan prezidentimizning o'sha xalqaro minbarlardan yoki bo'lmasa xalqaro tashkilotlardagi o'ta muhim uchrashuvlarda Afg'oniston masalasini ko'tarishi va Afg'oniston masalasiga bo'lgan xalqaro ekspertlarning va xalqaro kuchli davlatlarning e'tiborini qaratishga bo'lgan harakatni yuqori baholash mumkin. Nimaga bu masala muhim Afg'oniston O'zbekiston uchun? Birinchi navbatda O'zbekiston Afg'oniston bilan chegaradosh hisoblanadi va o'ziga xos qardosh xalq hisoblanadi. Urf-odatlarimiz, dinimiz va boshqa juda ham ko'p jihatlarimiz o'xshash hisoblanadi. Afg'onistonda o'sha O'zbekistonda juda ham bir o'zbeklar orasida juda ham bir yaxshi maqol bor: qo'shning tinch, sen tinch. Qo'shning tinch va sen tinch. Shu fikrdan kelib chiqadigan bo'lsak, Afg'onistondagi tinchlik yoki Afg'onistondagi notinchlik bevosita O'zbekistonni nafaqat milliy xavfsizligiga, balki iqtisodiy barqarorligiga va farovonligiga va aholi turmush tarziga juda ham katta ta'sirga ega. Xalqaro maydonda yoki bo'lmasam Birlashgan Millatlarning o'sha har yili sentyabr oyida bo'ladigan an'anaviy yig'ilishida prezident Shavkat Mirziyoyev har doim boshqa juda ham muhim masalalar qatori Afg'oniston borasida o'ziga xos fikrlarni bildirib kelgan. Birinchi navbatda O'zbekistonda ekspertlar orasida ham va siyosiy qaror qabul qiladigan va tashqi siyosatimizni olib boradigan shaxslar, jumladan o'sha prezident Shavkat Mirziyoyevning o'zlari ta'kidlab o'tadigan fikr va g'oyalarni umumlashtirib bitta fikrga kelib aytishimiz mumkinki, O'zbekistonni siyosati va O'zbekistonni Afg'onistonga bo'lgan munosabatini eng katta konseptual asos sifatida bitta fikr bor, ya'ni bitta ibora bor. Uni har doim prezident ta'kidlab keladi. U ham bo'lsa, biz Afg'onistonni Markaziy Osiyoning ajralmas bir qismi sifatida qaraymiz deydi. Bu g'oya shunchaki bir fikr yoki shunchaki bir gap yoki shunchaki bir yondashuv emas. Bu Afg'onistonni O'zbekistonning yoki Markaziy Osiyoning ajralmas qismi sifatida qarash bu ulkan bitta eng katta konsepsiya hisoblanadi. Va uni amalga oshirish uchun birinchi navbatda hozirgi administratsiyani, hozirgi davlat O'zbekistonni amalga oshirayotgan siyosatini oldingi administratsiya bilan solishtiradigan bo'lsak, bizda iqtisodiy pragmatizm ustuvorlik qiladi. Biz bilamizki, oldingi administratsiya davrida o'sha 2016-yilgacha Afg'onistonda endi o'ziga xos o'sha paytdagi mavjud bo'lgan muhitdan kelib chiqadigan bo'lsak, biz Afg'oniston bilan masalalarimizda yoki o'zaro munosabatlarimizda xavfsizlikni birinchi o'ringa qo'yganmiz. Hozirgi kunda xavfsizlik orqa o'ringa o'tgani yo'q, xavfsizlik ham muhim. Lekin Afg'onistonda tinchlik o'rnatish yoki bo'lmasam Afg'oniston va O'zbekiston va Afg'oniston va Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasidagi munosabatlarni mustahkamlash uchun eng birinchi narsa bu iqtisodiy borgan sari chuqur iqtisodiy munosabatlarga kirishish va iqtisodiy integratsiya qilish orqali ham Afg'onistondagi tinchlikka erishish mumkin va ham Afg'oniston va O'zbekiston o'rtasidagi munosabatlarni yana yuqori darajaga olib chiqish mumkin. Iqtisodiy hamkorliklarning kuchayishi Afg'onistonda narkotik bilan bog'liq yoki bo'lmasam Afg'onistonda terrorizm bilan bog'liq bo'lgan juda ham muhim bo'lgan muammolarni ham yechishiga o'zining juda katta hissasini qo'shgan bo'ladi. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, hozirgi kundagi o'sha bizning Afg'onistonga nisbatan tashqi siyosatimizdagi pragmatizmni men juda ham yaxshi baholayman. Birinchi navbatda Afg'oniston va
O'zbekiston o'rtasidagi va Afg'oniston va Markaziy Osiyo o'rtasidagi masalalarni mustahkamlash uchun O'zbekistonning boshqa qo'shni davlatlar bilan, ya'ni Afg'onistonga bevosita chegaradosh bo'lgan qo'shni davlatlarimiz bor, masalan Turkmaniston, Tojikiston o'rtasidagi Afg'onistonga yo'naltirilgan yondashuvni o'zaro muvofiqlashtirish bu eng muhim masala hisoblanadi. Nafaqat iqtisodiy jihatdan, balki siyosiy jihatdan va odamlar o'rtasidagi ijtimoiy munosabatlarni, ya'ni ikki xalq o'rtasidagi insonlar o'rtasidagi munosabatlarni yanada yuqori darajaga olib chiqishga qaratilgan munosabatlarimizni uyg'unlashtirishimiz kerak. Shunda biz yangi o'sha Afg'onistonga nisbatan Markaziy Osiyo mamlakatlarining yangicha yondashuvini yaratishimiz mumkin. Chunki agarda yolg'iz harakat qiladigan bo'lsak, Afg'oniston va O'zbekiston o'rtasidagi masala munosabatning muhim jihati Afg'oniston va Tojikiston o'rtasidagi munosabatning muhim jihati bilan nomuvofiq bo'lishi mumkin. Bu borada juda ham ko'plab ishlar amalga oshirilyapti. Suv masalasida, transchegaraviy daryolar masalasida yoki iqlim o'zgarishi natijasida yuzaga kelayotgan oqibatlarga qarshi kurashishda o'zaro faoliyatni muvofiqlashtirishga qaratilgan yoki bo'lmasa Afg'oniston bilan munosabatlarda xavfsizlikni ta'minlash borasida chegaradagi yuz berayotgan to'qnashuvlar yoki yuz berish ehtimolida bo'lgan to'qnashuvlar, narkotik moddalar yoki bo'lmasam qurol yarog'larning noqonuniy chegaradan o'tkazishga qarshi kurashish borasidagi xatti-harakatlarni muvofiqlashtirish borasida juda ko'p ishlar qilinmoqda. Lekin yondashuvni uyg'unlashtirish bu juda ham muhim hisoblanadi. O'zbekiston birinchilar qatorida 1999-yilda o'sha Tolibon harakati bilan aloqa o'rnatib, to bugungi kungacha o'sha muloqotni rivojlantirib kelmoqda. Avvaliga bu holat xalqaro hamjamiyat tomonidan unchalik qo'llab-quvvatlanmadi va bugun esa Afg'oniston masalasi global mavzuga aylandi. Shunday emasmi? Hokimiyatga Tolibon kelgandan keyin 2021-yil o'sha avgustda oladigan bo'lsak, butun dunyo hamjamiyatlari Afg'onistonni yana izolyatsiya qilish va u bilan munosabatlarni to'xtatish, ayniqsa ham G'arbiy Yevropa mamlakatlari yoki bo'lmasa Amerika Qo'shma Shtatlari va uning ittifoqchilari Afg'onistonni izolyatsiya qilish, u bilan har qanday muloqotlarni to'xtatishga qaratilgan va Afg'oniston moliyaviy boyliklariga o'sha sanksiyalar qo'yish siyosatini olib bordi. Lekin O'zbekiston u siyosatni to'lig'icha qo'llab-quvvatlamadi. Ya'ni O'zbekiston o'ziga xos yangicha yondashuvni, yangicha yondashuv emas, O'zbekiston ko'p yillar mobaynida shu yondashuvda bo'lib kelgan va shu yondashuvni davom qildirdi. Xalqaro hamjamiyat munosabati o'zgarishiga qaramasdan O'zbekistonning munosabati o'zgarmasdan qoldi. Buni sababi nima? Bu birinchi navbatda yuqori ta'kidlab o'tganimizdek, Afg'oniston O'zbekistonning qo'shnisi. Afg'oniston Amerika Qo'shma Shtatlarining qo'shnisi emas, yoki Afg'oniston boshqa G'arbiy Yevropa mamlakatlarining qo'shnisi emas. Balki G'arbiy Yevropa va Amerika Qo'shma Shtatlari yoki boshqa rivojlangan mamlakatlarning o'zlari uchun hayot tarzi deb olgan g'oyalarga mos kelmaydigan ba'zi bir siyosatni yuritayotgan bo'lishi mumkin. Lekin bu siyosatning Afg'onistonda yuritilishi bu O'zbekiston va Afg'oniston o'rtasida konstruktiv munosabatlarni yo'lga qo'yishga to'sqinlik qilmasligi kerak. Ya'ni bu o'ziga xos o'sha pragmatik yo'nalishni bir elementi sifatida yoki pragmatik yo'nalishni bir davomi sifatida qaratishimiz mumkin. Va o'sha 2021-yilda hokimiyatga Tolibon kelishiga qaramasdan O'zbekiston faol tashqi siyosat yoki pragmatik tashqi siyosatni olib borishda davom qilaverdi. Nega? Bunga juda ham ko'p elementlar sabab bo'ldi. Birinchi navbatda o'sha 2022-yil bahoridan boshlab Tolibon hukumati tomonidan o'sha Amudaryoning o'zanida Qo'shtepa kanalining qurilishi boshlanishi bu O'zbekiston uchun juda katta signal bo'lib vazifasini bajardi. Nega? Chunki agarda Amudaryodan juda ko'p, hali bu Qo'shtepa kanali to'liq ishga tushib Amudaryodan katta miqdorda suvni Afg'onistonning shimoliy hududlariga yo'naltirish boshlangani yo'q. Lekin bu qachondir boshlashi mumkin. Va O'zbekiston bunday sharoitda qanday yo'l tutish kerak degan savol juda ham muhim. Va O'zbekiston bunga o'ziga xos iqtisodiy konvergensiya deymiz, o'sha yo'nalish orqali yondashdi. Bu nima degani? Ya'ni Afg'oniston bilan Qo'shtepa borasidagi yo bo'lmasam transchegaraviy daryolardagi suvlardan foydalanish borasidagi o'ta muhim masalani dialog asosida hal qilish va Afg'oniston bilan iqtisodiy munosabatlarni yanada chuqurlashtirish orqali Afg'onistonning shimoliy hududlarini yoki bo'lmasam Afg'onistonning umuman butun Afg'onistondagi iqtisodiy sharoitlarni rivojlantirish orqali masalaga yechim topish mumkin degan yondashuvlarda. Va bu yondashuv juda ham menimcha ijobiy yondashuv deb o'ylayman. Menimcha shu bahonada Afg'onistonning shimoliy hududlarida
O'zbekiston iqtisodiy jihatdan, infrastrukturalarni rivojlantirish jihatdan yoki bo'lmasam transport koridorlarini qurish jihatdan juda ham faol harakatlarni olib bormoqda. Va bu o'ziga xos ko'p tarmoqli muammolarning yechilishiga olib kelishi mumkin. Ha, bu juda ham ko'p tanqidchilar bor. O'zbekiston masalan Afg'onistonga nisbatan juda ham yumshoq siyosat olib boryapti yoki bo'lmasam Afg'oniston Tolibon hukumati bilan o'ziga xos juda ham qattiq ohangda ba'zan gaplashish kerak degan yondashuvda bo'lgan ekspertlarimiz ham ko'p. Lekin mani yondashuvim yoki mani fikrimcha hozirgi o'sha iqtisodiy hamkorlikni kuchaytirish orqali xavfsizlik bilan bog'liq bo'lgan masalalarga yoki bo'lmasam boshqa transchegaraviy tahdidlar bilan bog'liq bo'lgan masalalarga yechim topish bu eng optimal yo'nalish deb o'ylayman. Ha, albatta bunda yangicha yuzaga kelayotgan jarayonlarni yoki yangicha risklarni e'tiborga olish bu maqsadga muvofiq deb o'ylayman. Siz yuqorida ta'kidlaganingizdek, mintaqaviy xavfsizlik haqida gap ketganda albatta Afg'oniston oldingi planlarda turadi. Masalan, O'zbekiston tashabbusi bilan o'tkazilgan Termiz muloqotini olaylik. Ushbu format muhim mintaqaviy muloqot maydoniga aylandi. Ya'ni ushbu yig'in doirasida ilgari surilgan takliflar Afg'oniston barqarorligiga qanchalik ta'sir ko'rsatadi yoki ko'rsatmoqda? Sizningcha albatta. Bu Termiz dialogi bu albatta O'zbekiston ning Afg'onistonga nisbatan yangicha O'zbekistonning Afg'oniston bilan munosabatlarni yo'lga qo'yishdagi yangicha bosqich yoki yangicha yondashuvni amalga oshirishdagi bir muloqot maydoni deyishimiz mumkinda. Bu muloqot maydoni nima uchun muhim? Bu muloqot maydoni nafaqat siyosiy qaror qabul qiluvchilar yoki bo'lmasam davlat rahbarlari yoki bo'lmasam sohaga to'g'ridan to'g'ri ta'sir bo'lgan siyosatchilar va siyosat yuritadiganlar qatnashmaydi. Bu dialog doirasida albatta ekspertlarning qatnashishi ham juda ham muhim hisoblanadi va bu qatnashib kelyapti. Ekspertlar nima uchun muhim? Birinchi navbatda Afg'oniston bilan muloqotlarni yoki bo'lmasam olib borilayotgan dialoglarni yangicha darajaga ko'tarish uchun albatta ilmiy asoslangan takliflarga rioya qilish yoki ilmiy asoslangan takliflarga o'z siyosatini yoki o'z strategiyasini qurish bu zamon talabi hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan Termiz muloqotining o'rni nihoyatda muhim. Ko'plab ekspertlarni yig'yapti-da bu muloqot. Nafaqat Afg'oniston va u bilan chegaradosh bo'lgan davlatlarda, balki G'arbiy Yevropa mamlakatlaridan, Amerika Qo'shma Shtatlarining o'zidan yoki bo'lmasam Rossiya Federatsiyasidan juda ko'p mamlakatlardan ekspertlar kelib ushbu dialogda qatnashadi. Ekspertlarning fikri yoki mutaxassislarning fikri agarda ilmiy asoslangan xulosalarga tayanib berilgan bo'lsa, albatta muloqotlar doirasida Afg'oniston bilan Markaziy Osiyo davlatlarining va birinchi navbatda Afg'oniston bilan O'zbekiston munosabatlarining yangicha darajaga ko'tarilishiga o'ziga xos fundament vazifasini o'taydi. Shu nuqtai nazardan Termiz dialogi juda ham muhim hisoblanadi. Statistikaga ko'ra 2025-yilning 6 oyi davomida O'zbekistonga tijorat maqsadida kelganlarning qariyb 93% afg'onistonliklar ekan. Ya'ni shu vaqt ichida 207.536 nafar Afg'oniston fuqarosi yurtimizga tashrif buyurgan. Sizningcha bu raqamlar nimani anglatadi? Birinchi navbatda Afg'oniston va O'zbekiston o'rtasida iqtisodiy muloqotlar yoki bo'lmasam insonlar aro munosabatlar yaxshilanish yo'nalishida harakat qilyapti. Afg'oniston va O'zbekiston o'rtasidagi munosabatlardagi eng katta indikatorlar sifatida bu ikkala mamlakat o'rtasidagi savdo munosabatlarining qay darajadaligiga qarab baho berish menimcha eng to'g'ri yondashuv bo'ladi deb o'ylayman. Eng to'g'ri emas, to'g'ri bo'lgan bir nechta yondashuvlardan biri hisoblanadi deb o'ylayman. Nega? Chunki qay darajada iqtisodiy savdo munosabatlari mustahkam bo'lsa, shu darajada undan keyingi o'rinda keladigan munosabatlar yanada mustahkamlanadi. 2024-yil va 2025-yilning o'sha hozirgi davrigacha bo'lgan savdo aloqalaridagi raqamlarga qaraydigan bo'lsak, solishtiradigan bo'lsak-da, birgina Pokiston va Afg'oniston o'rtasidagi savdo hajmi Afg'oniston va Markaziy Osiyoning 5 mamlakati o'rtasidagi savdo hajmidan ko'ra ko'proq. Bu nimadan dalolat beradi? Bu hali ham o'sha yuqorida birinchi savolingizga javoban aytganim, biz Afg'onistonni Markaziy Osiyoning ajralmas qismi sifatida qaraymiz degan konsepsiyani realizatsiya, ya'ni amalga oshirishga qaratilgan xatti-harakatlarning yetarli emasligini ko'rsatib beradi. Xatti-harakatlar bor, uni e'tirof qilish bu shart deb o'ylayman. Lekin
bu xatti harakatlarning o'zi yetarli degan yondashuv yoki degan xulosa kelib chiqmasligi kerak. Raqamlar baribir juda ko'p narsani ko'rsatadi. Shunday ekan, nafaqat Markaziy Osiyo mamlakatlarining Afg'onistonga eksperti bu Afg'oniston va O'zbekiston yoki Afg'oniston va Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasidagi munosabatlarni mustahkamlashning indikatori hisoblanadi. Balki Afg'onistondan Markaziy Osiyo mamlakatlariga va Afg'onistondan ayniqsa O'zbekistonga bo'ladigan import hajmini oshirish bu ikkala mamlakat o'rtasidagi integratsiya jarayonlarini yanada mustahkamlaydi. Yanada yuqori darajaga, yuqori bosqichga olib chiqadi. Shu nuqtai nazardan men aytgan bo'lardimki, O'zbekiston juda ham ko'p loyihalarda faol ishtirok etib kelmoqda. O'sha irrigatsion loyihalarda, qishloq xo'jaligi bilan bog'liq infrastrukturani qurish loyihalarida, ayniqsa Afg'onistonning shimolida, Qobulda va boshqa hududlarda. Bundan tashqari transport koridorlari bilan bog'liq yo'llar qurish, temir yo'llar qurish yoki bo'lmasam energetika infrastrukturalarni qurish bilan bog'liq masalalarda O'zbekiston juda ham faol. Hattoki yaqinda o'sha ma'lumotlarni o'qishimiz mumkinki, Afg'onistonda neft qazib olish, neftni qayta ishlash yoki bo'lmasam boshqa uglevodorod manbalarini qayta ishlash va qazib olish sohasiga ham O'zbekiston investitsiyalarni jalb qilish juda ham kuchayib ketyapti. Bu o'sha ta'kidlab o'tganimdek iqtisodiy konvergensiyaning amaldagi ko'rinishlari deyishimiz mumkin. Qancha ko'p O'zbekiston investitsiyasi Afg'onistonda faol bo'lsa, qancha ko'p o'zbek tadbirkorlik subyektlarining Afg'onistonga jalb qilinishi ortaversa, ikkala mamlakat o'rtasida munosabatlar shu darajada mustahkamlanadi. Hamza aka, qisqa lekin mazmunli suhbat uchun tashakkur. Sizni yana dasturlarimizda kutib qolamiz. Rahmat taklif uchun.